Marvel dünyası zadı qanchalik derecede inchik tafsilotlarga ahamiyat berdi. Birinchi inchik uçur biz Qisaskarlar ittifoqining 4-bölümünü ko'rgan vaqtning o'zida bu yer Amerika kapitani Leyshanning ilohiy bo'lqisini ishilta oldi. Bunun uçuri eng dastlab nerede berilgan desanglar, Amerika kapitanining 1-bölümünde eliqi qizil isbit olvasti Amerika kapitaniga naq mushkapni deydi. Sen ilohiy kuchni ishilta olaysan, ishonib bo'lsin deb mushkapni deydi. You could have the power of the god. Belki nurg'unlar bu vaqt diqqat qilmagan bo'lishi mumkin. Shaxsan men diqqat qilmabdi ekanman. İkinci inchik tafsilot men Jingchi Dujaningki kinosi ma vaqalik 1995 yildagi vaqalik. Endi buni so'rak olgan vaqtda kinoning dekoratsiyasiga shu darajada diqqat qilgan. Ya'ni bu ayol ma Unsin do'konining oldidan o'tgan vaqtda tamg'i chaplab qo'ygan ma e'lon taqdisi qarsak, bu chiqqan film amaliy turmushdimi? Naq shu 1995 yili moda bo'lgan shu kinoninki haybosini chaplab qo'ygan. 3-inchi kitobchilar Lekshanning 3-bölümünde psixologiya degan ma'ablag eng oxirida o'zining qilganlariga to'y qilib, bir qaytarmoqchi bo'ldi. Bular vaqtni kutib bermoqchi bo'lib, eli qarsan qo'sh film o'tgan ta etib ketdi-ku shunda. Endi bu ko'rinish asli bir o'yinda chiqadigan ko'rinish. O'yindagi bosh qahramon mana shunday qotadi. Unda nima uchun mash rol chiqib shunday chiqib qoldi deganda, bu o'yinning asli kinosidagi mash rolni naq mash artist yosh vaqtida shu rolni olgan. Shuning uchun ma ko'rinishni shunday otdi. 4-inchi kitobchilar O'mchik polvonning filmida mundaq bir muhim ikki shirkat bor, doim chiqadigan. Birisi Yeshil Alvasti Osborn sanoat shirkati. Yeni birisi Jinchonki Fisk Goroyi. Endi Marvel dünyası qarsak, Marvel dünyasıdımı naq mushundaq ikki shirkatni o'tirib chiqargan. U bo'lsa, buning birisi Roxxon energiya shirkati. Shuning uchun hozirgi Marvelning boshqa filmlari qarsaqmi, bu shirkatning mushundaq simasini mush binolarga esib qo'ygan haybovlardan aniq ko'ra olamiz. Yeni bir ajoyib fayz inchik tafsilot O'mchik polvonningki filmida, mayat O'mchik polvon bir talla bozorga kirib bir paxt kamputni yeydi. Shunda naq vaqtda bu kamputningki ustidagi chislasi qarsak 2018-yili 3-oyning 16-kuni deb bor. Endi bu qarmaq shundal bir qarsak nayt oddiy bu narsani ustida cheslavos nima bo'pti deymiz. Amaliyotda qarsak, Qisaskarlar ittifoqi 3-bölümning Yugopiyansi naq 2018-yili 3-oyning 16-kuni tarqatilgan. Demak, Marvelning plani shu darajada mukammal inchikki, bular buning keng chiqargan kinolar emas, hatto Yugopiyan mana qistirma filmlarga alayli plan bilan inchiklik bilan kuchirib ishlab kelgan. Onun ustiga bu yerdagi Marvel filmlarining biz har qitimliq eng oxirgi xatlar chiqib tugagandan keyin qarsak, keyingi bölümde chiqadigan va yoki uningdan keyingi bölümlarda chiqadigan ma'lum bir kuchurlari va yoki mush filmning oldida chaqchaqlab deb qo'ygan bir filmlarning kichkina ko'rinishlari bor. Shundami? Marvel filmlari haqiqatan biz qancha inchiklab, kichikrib, taklif qilib ko'rish arziydigan bir film deb o'ylayman. Sizlar ham shunday o'ylamsizlar? Marvel dunyosini yoqtirgan do'stlar, go'nga qo'lishni unutmanglar. Rahmat.